O'xshash prənik amraq tuqqanlar yana pishiriq tayyorlab keldim. Chürük ham yeyishlik bu xilda pishiriqlarni yeyitlar dasturxonlaringizga aytisizlar shuncha chiroyli qanday yeyishlik bo'ldimi? Ishchilar pishgan vaqtlarda deyisizlar bo'ldimi? Tuqqanlar tam o'zgarib qolmaydi. Qachiga hozirlik qilgan tuxumdan ikkinchi chiqib, 50 gram may, 100 gram oq shakar selib tekshi aralashtirib, eritib olgandan keyin 300 gram un, 2 gram ko'ptirgich selib xamir qilib olamiz. Har vaqt men diqqat qilib qo'ysangizlar sizlarga yordam tegib qilishi mumkin. Shunga meni qo'shmagan tuqqanlar qo'shib yurak berib ko'proq qo'llab qo'ysangizlar sevimli tuqqanlar. Yaxshi pishirib olgan xamirni ko'ptirmaylar chaz shaklda yeyib, uzuncha qilib kesib olgandan keyin men kesgandek cho'ngliqda kesib qo'limizda mujib yumaloq qilib olamiz. Hammani qilib olgandan keyin avval suvga, andan kunjutga bosamiz. Bunda qilsak kunjut rasmiy chaplashidi o'jimi tuqqanlar. Hammani shunday qilib olamiz. Qozonga yeshil yemeklik o'lchimida ishlangan al-nurining tunchi qimbirin darajalik sarangsi maydon qo'yib, mayni yarim bo'lish qisib kunjut prənikimizni selib asta-asta so'ngishtirib pishiramiz. Sap seriq bir qarzli yegiz kelgan chürük yeyishlik prənik tayyor bo'ldi. Mana, hayit bayramlarda dasturxonlaringizga tizib, necha kun saqlab yesangizlar, ta'mi o'zgarib qolmaydi. Yurak berib, aldiraqni ko'proq yo'llab qo'ysangiz